Ushbu sohada siz anqaymasdan to'xtatib. Mana shunday baxtsiz hodisalarni oldini olishga qaratilgan reyd tadbirlari Qoraqalpog'iston Respublikasi bojxona nazorati organlari xodimlari tomonidan ham o'tkazildi. Hozir shu haqda. Barchangizga assalomu alaykum do'stlar, e'tiboringiz bizni ham yuqori kayfiyat ila davom etamiz. Bugun sizlarga O'zbekistonda va jahonda jurnalistlar noqulay vaziyatga tushib qolgan videolarni taqdim etmoqchimiz. Eslatib o'tamiz, bu bilan biz jurnalistlarni ustidan kulmoqchi emasmiz. Shunchaki sizlarga yuqori kayfiyatligini ulashmoqchimiz xolos. Buni albatta to'g'ri tushungan holda qabul qilasiz degan umiddamiz. Demak, biz bugungi videomizni, agarda siz tayyor bo'lsangiz, qisqa reklamadan so'ng boshlaymiz. Birinchi, bu kun informatsion dasturi bo'layotganda ikkita jurnalistning o'rtasiga bir odam chiqib oldi. Menimcha jonli efir bo'layotganidan xabari yo'q shekilli. Bugun dasturimizda. Bu video esa sizni aniq kuldira oladi. Förskolebarn, barn. Agar rostdan kuldira olgan bo'lsa, bitta dona like bosib qo'ying. Ruslardan nima? Bu nima edi bu? Bu nima edi? Bulbul deyapti, qarsaginglar. Mana bu videoga qarang. Jonli efir bo'layotgan vaqtda gultuvak ushlab olgan bir bola jonli efir bo'layotganini ko'rib o'z-o'zidan qochib ketdi. Mana bu videoda bir otaxon intervyu berayotgan vaqtda bir chol boboy uni oldiga kelib intervyuni buzmoqda. Unisi ham mayli. Go'zallik tanlovida mag'lub bo'lgan qiz, go'zallik tanlovida g'olib bo'lgan qizni boshidan tojni xuddiki sen chiroyli emas, men chiroyliman deganday tortib oldi. Ko'rib turibsiz, qizlar nimanidir eslatib yubormayaptimi? Bugun meni tug'ilgan kunim. Keling shu munosabat bilan bitta selfie qilib olamiz. Qani, voy, ana. Piyonista amakilarga o'xshab ichib olib jonli efirga chiqib jurnalistlik qilayotgan odamni ko'rganmisiz? Unday bo'lsa, marhamat, ko'rib turibsiz. Ushbu jurnalist sherigiga ichib olib har xil qiliqlarni qilmoqda. Ha mayli, ichib olganda odam o'zida bo'lmaydi, lekin men mana bu qiliqni umuman kutmagan edim. Mana bu jurnalist ob-havo haqida ma'lumot berayotgandi va stadiondagi ob-havoni ko'rsatmoqchi edi. Afsuski kameradan qarg'a kelib, o'zidan o'zi kameraga qarab, qaq qilib qag'illay boshladi. To'g'risi, bunaqa holat milliontadan bitta bo'lib qolishi mumkin. Bunaqa holatni siz ekranlaringizda ko'rib turibsiz. Ilondan qo'rqmaydi deganlaridek, mana bu opa o'zini bo'yniga ilon osib olibdi, lekin u opaga emas, balki mikrofonga tegyapti. Shundan ham bilsa bo'ladiki, ilonga tegmaydi. Xullas, yo'llarimiz asfalt qilingan ekan, haydovchilar juda ham xursand bundan. Men ham xursandman. Nima deysiz? Menimcha bu haydovchini jurnalistlarda qasdi bor shekilli, to'g'ri ularni urib ketmoqchi bo'ldi. Esa hozircha shular. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar, hammangizga xayr deb qolamiz. Agarda kayfiyatingizni ozgina bo'lsa ham ko'targan bo'lsak, iltimos videoga shunchaki bir dona like bosib ketishni unutmang va kelgusi videolarimizda bundan ham ajoyib videolar chiqadi. Uning uchun esa kanalga obuna bo'lib qo'ying va izohlarda o'z fikringizni albatta yozib qoldiring va har bir fikr biz uchun juda ham muhim ekanligini unutmang.